Sizga qadrli bo'lgan insonlarda qondagi shakar darajasi nima qilsangiz ham tushmayotgan bo'lsa, shu usulni hoziroq qo'llang. Qadimgi Xitoy tabobatida biz bu usulni asrlar davomida qo'llaymiz. Shu sababli bizda dunyodagi eng past shakar diabeti darajasi kuzatiladi. Suvni yaxshilab qaynatasiz, shunday piyozni bu ko'rinishda to'g'rab, suvga solib chiqasiz va mehr bilan uni yaxshilab qaynatib olasiz. Yaxshilab qaynatsangiz, piyoz o'zida siz uchun saqlab turgan foydali elementlarni butunlay sizga shifo bo'lishi uchun chiqarib beradi. Setkadan ehtiyotkorlik bilan shifobaxsh sharbatni o'tkazib olasiz. Ehtiyot bo'ling, qo'llaringiz kuyib qolmasin. So'ngra yangi limonni yarimtasini to'g'ridan-to'g'ri tayyor sharbatga siqib solasiz. Limon bu malhamni yanada kuchliroq qiladi. Bu ichimlik tanangizga siz falon pulga oladigan doridek. Faqat farqi bu tabiiy usulda ta'sir qiladi. Qondagi shakar darajasini ortga qaytaradi. Ba'zi zamonaviy shifokorlar buni sizga aytishmaydi. Chunki piyoz va limondan ular daromad qila olmay qolishadi. Qandli diabeti bor va siz qayg'uradigan yaqinlaringizga tavsiyamni yetkazing, sizga shifo bo'lsa, bundan boshim osmonga yetgan bo'lardi. Ha, aytgancha. Tabib Shifuga albatta obuna bo'ling, men bilan tabiiy usullar yordamida davo topasiz.